Assalomu alaykum do'stlar. Namangan viloyat delegatsiyasi bilan Berlindamiz. Mana men bilan birga Mansur Yo'ldoshev, Zo'roq Travel, Mansurbek viloyat hokimi bilan Qo'shg'ar safarida bo'ldilar. Bu yerda juda ko'p turizm bo'yicha alohida bir kelishuvlar bo'ldi va bu bo'yicha Namanganni bir tamsil qilib, o'sha yerda yangi hamkorlar bilan kelishib, umuman Qo'shg'ar, Namangan o'rtasidagi aloqalar, turizm aloqalari, sayyohni bu yoqdan olib borish, bu yoqqa olib kelish masalalarida gaplashildi, to'g'rimi? To'g'ri. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Darhaqiqat 2025-yil 26, 27, 28 fevral kunlari Namangan viloyat hokimi boshchiligida delegatsiya bilan quruvchilar bor, buni ichida turizm vakillari, biznes vakillari birgalikda Urumchi va Qashqar shaharlarida xizmat safarida bo'ldik. Asosiy maqsad Qashqar shahridagi yangi qurilgan turizm maskanini ko'rish va aynan shunga o'xshash loyihani Namanganda oshirish birinchi o'rinda bo'ldi. Yaqin kelajakda shu Qashqardagi turizm shaharchasi namunasi Namanganda paydo bo'lishi mumkin. Biz xususan o'zimiz turizm soha vakillari bilan uchrashdik. Turizm yangi shartnomalar imzolandi va ikki tomonlama shartnomalar O'zbekiston fuqarolarini Qashqarga sayohatini tashkil qilish, Qashqar, Urumchi, umuman Xitoy fuqarolarini O'zbekistonga, xususan Farg'ona vodiysi Namanganga jalb qilish ishlari bo'yicha kelishuvlarga erishdik. Juda xursand bo'lganim, mana viloyat hokimi bilan birga delegatsiyamiz shu Qashqarda katta majmuada, eski shahar majmuasida bo'lishdi. U yerda bizga bog'liq jihatlari Opoxo'ja Eshon maqbarasi mavjud. Opoxo'ja Eshon bobolarning mashabi ustozlari va qolaversa mana yaqinda viloyatimiz rahbari tashabbusi bilan obod qilayotgan Said Jaloliddinga nevara bo'ladilar va o'tgan yili biz obod qilgan Mavlaviy Namangoniyni bobolari bo'ladilar. Xususan bizning avlodlarimiz hammasi, meni shaxsan juda xursand bo'ldim. Menga birinchi kuniyoq video tashashdi. Mansurbek juda bir ajoyib xursand bo'lib ko'rdik. Mana biz bugun Berlinda uchrashuvda qatnashib, mana bir kun oldin ham o'zi biz mana nemislar ishlash bilan ko'rishdik, IPD bilan, energiya vakillari bilan, Germaniya vakillari bilan biz ko'rishdik. Namangan viloyat delegatsiyasi mana shu yerda bekor yurmayapti. Juda yangi, masalan, Shokir aka hozirgi kunda Chexiyada tibbiy turizm bo'yicha ishlar amalga oshiryaptilar. O'zi Karlovy Vary shahrida tibbiy turizm bo'yicha nima ish qilamiz? Bu yerda suvdan, o'sha yer osti suvlardan foydalanish masalalari bo'yicha katta kelishuvlarga, tajriba almashinuv ishlarini amalga oshirishdi va bu kelajakda o'sha Sho'rtog'i katta turizm, tibbiy turizm maskani qilishda qo'l keladi. Mana bugun o'zi biz IPD vakillari bilan ko'rishdik. Germaniyadagi boshqa vakillar, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Ozarbayjondagi vakillar bilan ko'rishdik. Mana Germaniya safarimiz juda unumli o'tyapti. Berlinni ko'rishingiz mumkin. Berlin juda ajoyib shahar. Ob-havosi ham yoqimli. Havosi toza. Shahar sozlikda qarang, mana monumentlar, haykallar, binolarning qurilishi, mana arxitektura jihatdan Haqiqatan go'zal. Men uchun yangilik bo'lgan bitta narsa, boya sherigimiz aytdi. Shuncha mashina ko'p bo'lishiga qaramasdan ob-havosi toza. Sababi mashinalarga alohida filtr qo'yish kerakligini talab qilgan ekanda. Shu sababli qanaqadir xuddi Berlin toqqa yaqin bo'lgan bir tog'i havosini beryapti. Havosini beryapti. 100 ga yaqin yangi hamkorlar o'sha bizning joyimiz tayin, Axskentni joyi, Axskentni Zo'roq Travel joyi tayin. Butun dunyodan keladigan turizm vakillari bilan hamkorlik qilish, ularni O'zbekistonga jalb qilish, Namanganni targ'ib qilish masalalari. Yevropalik yangi hamkorlar bilan shartnomalar imzolash. Asli bizning yo'nalishimiz ko'proq ziyorat turizmiga qaratilgan edi. Shu Malayziya, Indoneziya, Pokiston davlatlaridan mehmonlarni jalb qilish bilan shug'ullanamiz. Endi qo'shimcha yo'nalish sifatida mana Xitoy yangi yo'nalish bo'ldi bizga. Keyingisi mana Yevropaga. Lekin Yevropa bilan ishlashga tayyormiz. Yevropa turistlarga yoqadigan jihatlari hammasini o'rganib chiqdik. Psixologiyasida nima yoqadi, O'zbekistonga boshqa nimalar kerak, shular bo'yicha o'rganishga olib bordik. Endi tayyormiz yangi hamkorlar bilan, xudo xolisa ertaga
yaxshi ijobiy natijalar bo'lishi kerak. Yana bir jihat biz shu mas'uliyat bilan Fransiyaga harakat qilib turibmiz. Bu yerdagi tadbirlarimizni o'tkazib, Fransiyaga uchamizda 8-gacha Fransiyada o'sha bizning kelishuvlarimiz, Louvre'ni bir ko'ramiz. Ana shunaqa rejalarimizni amalga oshirib, Fransiyada ham yangi hamkorlar boshqalarni topishga harakat qilamiz. Yana bir Mansurbek jihat shu prezident aytdilar, Indoneziya bilan Malayziyada 7 millionga yaqin Naqshbandiy tarixining izloshlari bor. Biz mana Botir aka bilan birga o'tgan yil ITB Berlinda Lankaviyning turizm vaziri bilan biz ko'rishdik. Va mana shu masalalarni ko'rishyapmiz. O'zi doim prezidentimizdan ilhomlanamiz ko'p narsaga. Bizning firmamiz ochilishida ham asosan prezidentimiz hissalari katta desa bo'ladi. Sababi prezident bo'lganlarini birinchi kunlarida shu ziyorat turizmiga katta e'tibor berdilar. Shulardan foydalanib, o'sha Indoneziya malay tilida ziyorat ma'nosini bildiradigan ziyorat so'zidan foydalanib, ziyorat travel 2018-yilda paydo bo'ldi. Bugungi kunda 30 mingdan ortiq xorijiy asosiy yo'nalishimiz shu Malayziya, Indoneziya fuqarolariga xizmat ko'rsatdik, O'zbekistonga jalb qildik, Toshkent, Samarqand, Buxoro, Markaziy Osiyo, Rossiya, Ozarbayjonga turistlarni jalb qildik. Indoneziya, Malayziyada haqiqatan Naqshbandiy tariqatiga ergashuvchilar juda ham ko'p. Ular har yili bizdan alohida zaпрос qilib so'rashadi. Shu Naqshbandiy, Yettipir, Buxorodagi yerlarni ziyorat qilish doim shu bizga yoqadigan, o'ziga kerakli ma'lumotni bera oladigan bir paketni qilib beramiz. Namanganda ham Naqshbandiyning katta pirlari bor. Mana Mavlono Fullo Shusti, Hoji Kalon Abdulmoniy, Mahduma Azamatova, Said Jaloliddinning maqbaralari. Ular ham juda katta, ularni bir ma'lumot qilib tanitishimiz kerak ularni biz. Ko'proq bildirishimiz kerak ularni. qo'shimcha ma'lumotlar tayyorlab, ko'proq targ'ibot ishlariga olib borishimiz kerak. Albatta. Keyin mana Uvays Qaroniy haqida aytdingiz. Sulton Uvays Qaroniy. Mana yaqingacha o'zim ham kam ma'lumot ega edim. O'sha qabrlari Chortoq tumani Baliqko'l qishlog'ida joylashgan. Uvays Qaroniy haqida Indoneziya, Malayziyada 10 yil maktab darsliklarida o'qitisharkan. Ya'ni onaga hurmat qilish ma'nosida qanaqa hurmat qilishimiz kerak degan ma'noda. Shularni ko'proq targ'ib qilib tanitishimiz kerak. Shuni turistlar ko'proq keladi. Yangi liniyamiz asosan shu Yevropa partnerlari, Germaniya, Fransiya, Ispaniya juda ham ko'p boradi Fransiyadan O'zbekistonga. Boshqa firmalar ko'proq ishlar edi. Biz ham yangi yo'nalish ochdik. Xudo xolasa natijasini beradi. Hozir chet elda ham ko'rishyapti inglizchada Namangan haqida, O'zbekiston haqida ma'lumot bering. Axsiken Mr. Anwar is the director of the Axsiken Archaeological Complex. As you know, Axsiken situated in Namangan region, one of the oldest place in Uzbekistan, not only in Uzbekistan, where Babur, Shahir ibn Muhammad Babur Umar Shah Mirza lived, and as you know, in the end of the middle of 16th century, there was a strong earthquake happened and almost all buildings destroyed. Now people are working there, opening the complex and building some new complex around Axsiken so that to attract tourists from different countries. Juda to'g'ri aytdilar. Thank you. Axsiken is a 3000 years ancient city. He is the capital of old Fergana, Dawan. Heaven horses in Axsiken. Okay? Do you understand? Understand. Botir akamiz tashabbuslari bilan Mehmet Nur Turk 23-mart kuni 24 ta katta tur firmani o'sha kattalarni olib keladi. Yana ham munosabat yaxshi darajaga chiqyapti. Juda zo'r bo'ladi. Berlinning go'zalligi, Berlinning tajribasi bilan o'rtoqlashib yuribmiz.
Namangan viloyat delegatsiyasidan mana Anvar aka. Gullar birinchi, gullarga bo'lgan xuddi o'zi Namangan keyin mana kartani qo'yib qo'yibdi. Butun Berlinni diqqatga sosa olmasdan. Mana shu narsani endi yo'lga qo'yish kerak. Mana bir qavat xohlagan anaqada odam olib ko'chib ketaveradi. Keyin yana bir qizig'i jihat mana oddiy mana suvenirlar, oddiylik, minimalizm yo'lda hukmron va Berlinda 100 ga yaqin muzeylar bor. 100 ga yaqin. Va mana shularning har bittasi o'zini bukleti, o'zini kitobi, o'zini atletkasini qo'yib qo'yibdi. Xohlagan odam xohlagan miqdorda olib ketaveradi. Mana shu ashuni ko'rsatishimiz mumkin. Qarang, men juda xursand bo'ldim mana bu yerda. Kelarli joylarda mana. Shuni qilish kerak. Mana bu yerda olib ketgan. O, просто hatto muzey bor mana. Dadar muzey. Mana bu muzey. Magic muzey. Mana Deutsche Techniker muzey. Berlin Memorial. Muzey. Mehmonxona bari. Cheers. Okay, where are you from? Huh? Where are you from? We are from India. India. Oh, We are India. Namaste, India. Namaste. Good. You participating in ITB Berlin, Yeah, exactly. Where are you from? Uzbekistan. Oh, wow. It's a very interesting country. Yes. So, hi, it's Vinod from India. Yeah, I live in Germany so since 30 years. So that's why actually I'm really glad to see that the person, the colleague from the Uzbekistan, and it one of the most beautiful city, country, and one of the most beautiful monuments like a Samarkand and a nice mosque and so many rich culture you guys have. So you should be very proud of being Uzbekistan. So please, we welcome you. If you have guests from Germany, from India, Right. they are ready for giving We'll be very best happy service. to, yeah. Yes. Thank you very much. Good.